Assalamu alaykum qarindoshlar. Ben Finlandiyadan Xalmurat. Biz Finlandiyadan başlangan bir erkinlik karvanı başlap mamoqchi. Bu karvan Finlandiyadan yo'lga chiqdi. 9-oyning 20 kuni. Shvetsiyaga boramiz. Shvetsiyadan Osloga, Oslodan Berlinga, Berlindan Amsterdamga, Amsterdamdan Parijga, Parijdan eng oxiri 10-oyning 1 kuni Brusselga yetib boradi. Her qaysi devletdagi bağanda şu devletlerde şu devletdeki qarindoshlar namoyish o'rlashtirdi. Şu namoyishlarga sizlarni ham qatnashib berishingizni taklif qilamiz va to'yinchilik bilan so'raymiz. Va har qaysi devletda şu namoyishlarni o'rlashtirgan, tayyorlik xizmatlarini qilgan barliq qarindoshlarga rahmetimni bildiraman. Unda olsa men yo'lga chiqdim. Allohga emanet qarindoshlarim. Brusselda görüşelim inşallah.